Afsus, o'zbek shou-biznes olamida yomon xabar tarqaldi. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda ushbu video barcha o'zbek xalqiga yetib borishi uchun do'stlaringizga ulashishni yodingizdan chiqarmang. Taniqli aktyor hamda rejissyor Sayfiddin Meliboyev haqida yomon xabar tarqaldi. Sayfiddin Meliboyev sahr kasalligidan 49 yoshida vafot etishi mumkin. Gap shundaki, qassob kabi qo'rqinchli rollari bilan mashhurlikka erishgan Sayfiddin Meliboyev 15 fevral kuni sahr kasalligi tufayli hushidan ketib, tez yordam chaqirilgan. Shifokorlar tashxisiga ko'ra, aktyor qat'iy dieta tutib, doimiy shifokorlar nazorati ostida bo'lishini, aks holda ushbu kasallik o'lim bilan yakun topishi mumkinligini aytib o'tishgan. Professional teatr rejissyori, kino aktyor Sayfiddin Meliboyev hozirgi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini tamomlagan. Bir nechta teatrlarda postanovkachi rejissyor sifatida faoliyat yuritgan. Hozirda Mudofaa vazirligi tasarrufidagi Turon davlat harbiy teatrining direktori lavozimida ishlamoqda. Ijodkor o'zbek milliy kino san'atida Sehrli qalpoqcha, Quduq, O'yin, Tundan tonggacha, Aldangan ayol, O'tov, Qabrdan qaytgan umr, Qalbim o'g'risi, Mehmonxona, Xo'ja Nasriddin, Qadamlar kabi filmlarda turli xarakterdagi rollarni ijro etgan. Sayfiddin Meliyev 1976-yili Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida tug'ilgan. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini tamomlagan. Amerika, Buyuk Britaniya, Germaniya, Avstriya, Eron, Fransiya va boshqa mamlakatlarda, shuningdek O'zbekistonning bir nechta teatrlarida faoliyat yuritgan. Kino aktyor teatr studiyasi, Turon davlat harbiy teatri, Marg'ilon shahar maqom teatri, Turon KZ teatrini ham tashkil qilgan. Hozirda Turon davlat harbiy teatrining badiiy rahbari sifatida faoliyat yuritmoqda. Sayfiddin Meliboyev 100 dan ortiq spektakllarni sahnalashtirgan hamda muxlislari orasida o'zining o'zgacha mehrini qozongan. Sayfiddin Meliboyevga sihat salomatlik tilaganlar video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.